Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Amerika Avam Palata əzası, Avam Palatasının Xitay Strategilik Rəqabət Komiteti rəisi Mike Gallagher 5 oktyabr Washington Post gazetida maqola e'lon qilib, Rim papasi Fransisni Xitoydan qo'rqmaslikqa, Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilik va Xitoydagi boshqa xalqlarning kishilik huquq dafsanchiliklarini qo'rqmay tilga olishga chaqirgan. Mike Gallagherning "Qo'rqmang, dunyo Papa Fransisning Xitoydan qo'rqmasligiga muhtoj" mavzuliq bu maqolasi bu hafta dunyoning har qaysi joylaridagi katolik episkoplari Vatikanga to'planib, Papa bilan muzokara va maslahatda bo'lgan bir vaqt e'lon qilingan. Mike Gallagherning ta'kidlashicha, Vatikanga yig'ilganlar sobiq Rim papasi John Paulning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatdagi qo'rqmas ro'yini o'rnak etish kerak ekan. Mike Gallagher Papa Francisning yaqinda Mongoliya qilgan ziyoratida Xitoydagi katoliklarni yaxshi xristian, yaxshi puhra bo'lishga chaqirganligi, lekin uning Xitoy hukumat ilib berayotgan diniy bostirishlarni tilga olmaganligini tanqidlagan. Mike Gallagher mundaq degan: Fransis Xitoy hukumatining diniy bostirish ilib berayotganligini, Şinjangda mutlaq ko'pchiligi musulmon bo'lgan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini, Tibetdagi madaniyat vahshiyligini tilga olmagan. O demokratiyani qo'llagan uchun jazolangan Hong Konglik katolik nashriyatchi Jimmy Leyni qo'yib berishga chaqirmadi. O Xitoy kompartiyasiga qarshi chiqqanlik uchun qo'lga olingan kardinal Joseph Senni aqlashni talab qilmadi. Mike Gallagher maqolasida yana shubhisizki, 2. Dünya urushidan beri etnik diniy azizliklarga qaratilgan keng ko'lamli tutqun Şinjangda yuz bermoqda. Lekin Xitoy kompartiyasi har kun yolg'on so'zlayotdi. Agar bu Vatikanning tanqid qilishiga arzimasa, yana qanday qish arziydi deb ko'rsatgan. BDT G'aza 193 davlat 10 oktyabr kuni ovoz berib, kishilik huquq kengashining bir qism a'zolarini qayta saylab chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitim 15 davlat qayta saylanadigan bo'lib, Xitoyning a'zolik qarali to'shqan bo'lsa-mu, lekin u o'zini qayta nomzodlik ko'rsatgan. Mushunda xalqlik paytda kishilik huquq tashkilotlari BDT a'zo davlatlarni Xitoydek BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tarafidan Uyg'urlarga qarata insoniyat qarshi jinoyat sodir qilgan deb qaralayotgan bir davlatning kishilik huquq kengashiga qayta a'zolik saylanishini to'sishga chaqirmoqda. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 5 oktyabr bayonot e'lon qilib, Xitoy va Rossiyadagi davlatlarning kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lishga loyiq emasligini bildirgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, Xitoy bilan Rossiyadan iborat har ikki davlat doiralarining bir qator insoniyat qarshi jinoyatlar va boshqa ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklarda javobgarligi bor ekan. Bo'libmi, bayonotda BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining 2022-yil Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi musulmon millatlarga qaratgan dafsanchiligini xalqaro jinoyat, jumladan insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkin deb xulosa chiqarganligi ta'kidlangan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining chaqiriqi Londondagi Hong Kong kuzatish tashkilotining qo'llashiga erishgan. Mazkur tashkilotning qurg'uvchisi Benedict Rogersning aytishicha, Xitoy o'zining davlat ichida kishilik huquqni bostirib qolmay, boshqa davlatlarning bostirishiga yordam bermoqda ekan. Bu navbat Osiyo rayonidan 4 davlat kishilik huquq kengashiga a'zolikqa saylandi. Hozir qadar Xitoy, Yaponiya, Kuvayt va Indoneziya o'zlari nomzodlik ko'rsatgan. Xitoyning qayta saylanishi uchun qattiq kuchayotganligi ma'lum. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu ahvolda davlatlarning Xitoyga bilet tashlamay, kishilik huquq kengashida bir o'rinni bo'sh qoldirib qo'yishning eng yaxshi chora ekanligini bildirgan. G'arb matbuotlari va siyosiy kuzatuvchilar 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotining eng kuchli nomzodlaridan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtay ikkisining birining bu yillik Nobel tinchlik mukofotiga erishadiganligini oldin jazmlashtirgan bir paytda Nobel mukofoti komiteti yana burunqidek hech kim tasavvur qila olmaydigan tuyuqsiz qarorlarning birini oldi. Norvegiya Nobel mukofoti komiteti bu yil Nobel tinchlik mukofotining natijasini 6 oktyabr kuni Norvegiya vaqti soat 11 da e'lon qildi. Yana bu yillik Nobel tinchlik mukofoti Iran turmusida qamoqda yetayotgan siyosiy faoliyatchi Nargiz Muhammadi xonimga berilganligi jakarlandi. Nargiz Muhammadi Iran doiralarining ayollarga yurgizayotgan yuqori besimlik siyosatiga qarshi botirlik bilan kurash qilganligi va ijtimoiy islohot uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatganligi uchun mazkur mukofotga loyiq ko'rilgan. Ilhom To'xtay bu qatimki nomzodlik ko'rsatilganlarning tizimligida 3-o'rinda turgan bo'lib, kuzatuvchilar 2019-yildan 2022-yilgacha uda 4 qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan Ilhom To'xtayning bu yillik Nobel tinchlik mukofotiga erishish ehtimolligi yuqori deb qaragan edi. Ilhom To'xtayning Amerikada turishli qizi Javhar Ilhom bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining bu vaqtdagi savoliga yozma javob berib, mundaq degan: "Dadam bu yil Nobel mukofotiga erisha olmagan bo'lsa-mu, ammo davrgesi tarafidan Nobel tinchlik mukofotiga erishish ehtimolligi bor oldingi nomzodning biri deb qaralgan edi.
Bu onun qilgan kurashlarning zo'r darajada e'tirof qilinganligining bir ifodasidir. Shundaqla men buni xalqarada Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida tanishni yana oshirishning bir fursati deb qarayman. Bu qatimqi Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatilganlik munosabati bilan texim ko'p kishilarning ilhom to'xti haqida hamda mening oilamga o'xshash necha yuz minglagan Uyg'ur oilalarida yuz berayotgan fojialar haqida texim ko'proq izlanishini umid qilaman. U yana mundaq deb yozgan: Dunyoning har qaysi joylarida nurg'ulg'an kishilik huquq masalalari bor. Ammo kishilik huquq dafsanchiligini sodir qiluvchilarning xalqaro kuchi o'xshash emas. Xitoy hukumatining Iran hukumatiga qaraganda g'arb dunyosiga qarta texim kuchli siyosiy va iqtisodiy ta'sir mavjud. Nobel komitetining bu mukofotni Nargiz Muhammadiga berganligini tushunishga bo'ladi. U mudadam ilhom to'xtiga o'xshashla Irondagi bir siyosiy mahbus. U hayotini o'z xalqining huquqi uchun kurash qilishga bag'ishlagan. Men Nargiz Muhammadi xonimni tabriklayman. Bu mukofotning uning qo'yib berilishiga yo'l ochishini chin dilimdan umid qilaman. Nobel mukofoti komitetining rasmiy tor betida berilgan ma'lumotlarga qaraganda 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga jami 351 nomzod ko'rsatilgan bo'lib, bularning 259 nomzod shaxsdan, 92 nomzod tashkilotdan ko'rsatilgan ekan. Bu yillik nomzodlikqa ko'rsatilgan tashkilotlarning qatorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandi bu vaqt Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida mayli ilhom to'xti bo'lsin va yoki Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, bu yillik Nobel tinchlik mukofotiga erishalmagan bo'lsa-mu, ammo uning nomzodlik ko'rsatilishining o'zimi Uyg'ur masalasining xalqaro kun tartibida turishiga foydali ekanligini ta'kidladi. Ilhom to'xti Martin Enilis kishilik huquq mukofoti, Sakharov erkinlik mukofotiga o'xshash xalqarodagi nopozli kishilik huquq va erkinlik mukofotlariga erishgan bo'lib, u 2019-yildan 2023-yilgacha uda 5 qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilgan edi. Yevropa Ittifoqi o'tgan hafta yuqori texnik bexatarlikni qo'g'dash va mudofaa qilish tizimini e'lon qilib, bir qism yuqori texnik turlarini Xitoyga o'xshash raqiblardan qo'g'dashni qaror qilgan. Germaniya Dolqinlar radiosining xabar qilishicha, Yevropa komiteti 3-oktyabr kuni yerim o'tkazgich, sun'iy aql, kvantum texnikasi va biotexnika qatorliq 4 chong yuqori texnik turining tizimligini e'lon qilib, bu texnikalarning Xitoyga o'xshash raqib davlatlardan qo'g'dildiganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining oshkorlashicha, o'xshash bir vaqtda yana Yevropa Ittifoqi Beijingning Xitoy elektrik avtomobillariga qo'shimcha yordam puli berayotgan bermayotganlik ustidan tekshirish olib berishni qaror qilgan. Halbuki Xitoyning elektrlik avtomobil ishlab chiqarishi Uyg'ur majburiy emgak chetish sohalarining biri deb qaralib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, dunyodagi litiy mahsulotlarining 60%ni, serak to'pining 90%ni Xitoy bir taraf qildi ekan. Yevropa komiteti bu yil 6-oyda halqiliq yuqori texnik sohalarni raqib davlatlardan qo'g'daydiganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi amaldorlari bu tadbirning Xitoyga qartilmaganligini bildirsa-mu, lekin uning Xitoy bilan Rossiyadan qo'g'danishni nishon qilganligi qayd qilinmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, Yevropa Ittifoqi Xitoyning elektrlik avtomobillarini tekshirishni qaror qilgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.